İkinci tatamida Bunyodbek Abdurahmonov g'alaba qozondi. O'zbekiston. İkinci tatamiga taklif etildi. Vazn toifasi bo'yicha davra ishtirokchilari. Oq judogida Asiljon Kelsinbekov, Qozog'iston. Ko'k judogida Shamsiddin Razzokberganov, O'zbekiston. Nurali Sarsenbek, in judogi from Uzbekistan, Sabina Azamatova. Birinchi tatamiga taklif etiladigan 7 kilogramm vazn toifasi birinchi bosqich. Oq judogida Janar Joldosheva, Qirg'iz Respublikasi. Ko'k judogida Komila Boltayeva, O'zbekiston. Tatami to the winner, Asiljon Kelsinbekov from Kazakhstan.
Let's go. 2 tatamida Muhammad Ergashev g'alaba qozondi. O'zbekiston 2 tatamiga taklif etiladi. 66 kg vazn toifasi 1-davra uchrashuvi. Oq judoka Aybek Iyembergen Qozog'iston, 4 judoka Amirxon Nizomatdinov O'zbekiston. Uzbekistan, Sagina Azamatova. And next contest, individually from Kyrgyzstan, Sabrina Kojomeldiyeva. Individually from Uzbekistan, Farangis Omonov. Next contest, Aloy Judogi, Anton Dubovin, IJF, Aloy Judogi, Azam Kayayev, Kyrgyzstan.
Ikkinchi bronza medali Sabina Azamatova, O'zbekiston. Kumush medali Madina